Mana akalar qo'shqo'larimiz ko'rish. Hozir bo'ylarini ham o'lchaymiz. Yoshlari 2 tish shak qo'shqo'rlar. Urug'likka tayyor olib borib bemalol qo'shaverasiz. Dumlari hammasi tikka dumma. Biron joyga aybi yo'q. To'shlari zo'r. Suyoylari qalin qo'chqorlar. Hozir bo'ylarini o'lchamiz. Tirik vaznga bularning vaznlari 100 kilodan teppa. 100 kilodan teppa, plus-minus 100 kilo desangiz olaverasiz. Mana. Metr bor ham, metr bilan o'lchamiz hozir. Bittasini ushlang Cho'pon aka. Mana shu ushlang. Mana shu qorasini ushlang. Shu qora, bu qorani ushlasangiz bo'ladi. Ha, bittasini ushlang. Ushlang Cho'pon aka shuni. Torting baqa. Chiqaring baqa. Mana kuchi yetmaydi. Bo'y bermaydi. Mana qo'y. Mana ushlang. Oh. Mana holati juda zo'r holatda, yaxshi holatda turibdi. Qo'chqor bular. Xudo xolasa hammasi kamiga 40 ta qo'chqorga 40 ta soliqi tayyor. Ushlang. Mana shu yerdan qo'ying. Yerdan qo'ying. Mana yerdan qo'ying. Mana ga eng kami 94 ga 92 ga o'tdi. 90 plusda mana. Oyoq olibdi. Tushlarini ko'rsa, bu tushlari zo'r ekan. Mana. Mana uyaltirmaydi. Qo'chqorlarimiz toza hisor qo'chqorlar. Bag'imi yerdan qo'ydingizmi? Qayerda oldingiz mana? To'xtang. Nimalari? 84 mana yerga keldi. Mana ekan. Bo'yini yelini uzunligini ko'rdinglar. Mana orqasi. Mana buni topish qiyin. Mana ekan. Nimaning uchun ko'p bo'ldiki. Ha, siz tarafdan ko'rinishi. Cho'pon aka? Pastchak bu. Mehnat qilganda. Ha, yashang. Mana holat. Bo'ldi, yana ushlang. Boshqasini ushlang, hammasini ushlang Cho'pon aka. Bittasi ushlang, xohlaganingizda. Mayda katta hammasini bir xil qilib ushlang. Hammasini bo'yini ko'ramiz, qani. Ha, bo'yini o'lchangizda ham nimadagi bo'lsa. Ushlang oldin. Buni ko'raylik. Bu yomon baquvvat. Bu baquvvat. Nechi? Yerdan qo'yaylik, mana yerdan qo'ying. Mana. Mana 90. 90 aka mana. Ya tikka tursin, oyoq yig'ilsin. Yig'sin oyog'ini. Yig'sin, ko'tarmaydi o'zini. Qo'ying Cho'pon aka, mana. 90 ga 90. Oldin oyog'ingizni oling Cho'pon aka, oyog'ingizni qo'ying. To'shlarini ko'rsataylik mana. Qo'ydi mana bu yeri. To'shi qancha mana keng bo'lsa bor-ku, qo'yil to'shi keng bo'lsa, mana bilasiz-ku Cho'pon aka. Mana bu o'pka nafas olishi, yuragi ham yaxshi ishlar ekan. Semizlikka ham ko'tarar ekan, ham sog'lom bo'lar ekan. Sog'lom bo'lar. Mana shu yerga asosan ko'p e'tibor berib olishga. Tishini ko'rsataylik, tishini. Tish. Shunga mana. Hammasi 2 tish. 2 tish. Yenni 2 tishga chiqqan qo'chqorlar. Olib borasiz 10 kun. 10 kun ichiga shuni qo'shaverasiz. Tayyor turibdi o'z qo'chqorlar. Urug'likka Surxondaryo hisori qo'chqorlaridan olamiz desangiz mana. Yo'q, oyog'idan kuchim yetmaydi. Oyog'idan qo'lga siltab taylaydi. Oyog'idan yomon. Mana menga yomon 5 ketdim lekin. Yomon 5 ketdim. Bular hali choriga bor-ku. Choriga chiqsa bular tomosha qiling-da. Aka, choriga chiqsa bular tomosha qilamiz. Haydab kelavering Cho'pon aka, kelavering. Qo'ylarimiz yurishini tomosha qilaylik, yurishini tomosha qilaylik. Yurishini ko'rsataylik. Haydang. Buni yurishlari bu odamga yoqadi-ku bular. Torting. Voh. Shuni ushlang Cho'pon aka. Ushlang, qo'yavermang. Buni bir tomosha qilaylik. Har birining to'shi bir alohida bir. 95.
To'xtang, mana bu yerdan qo'yaylik. Shu yerdan qo'yaylik, bu yerdan mana bu yerdan qo'yamiz. Mana real bo'lsin hamma narsa mana. 85. 85. Bu ana shuni bo'l oyog'ini jib qildi. Yo'lida 85 ga 88 ekanda, 90 ekanda. 90 ga ekanda. Mana aka oldi ko'rishi. Bo'yinlarini qarang buni. Bo'yinlarini shu. Mana aka. Bular hali choraga tishini ko'rsatdi. Bular shak. Choraga chiqsa keyin ko'rasiz, yana aytaman. Qo'zi. Oh. Qo'zi-ku bular. Ichiga qo'zi ham bor ekan. Qo'zi ham bor ekan ichiga. Keyin tomosha qilaylik bular mana. Holatlari juda zo'r. Tavsiya qilamiz. Mochxo'rlarimiz. Soni 25 bosh. O'tkaring, haydang bakalım. Ko'raylik o'tga. Yuruvini bir ko'raylik, yurishini. Haydang. Ay jonivorlar. Haydang.